Komil Yashin o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri, dramaturg, yozuvchi va tarjimon. O'z asarlari orqali o'zbek teatr san'atini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. Komil Yashin, asl ismi Komil Yashinov, 1909-yil 25-martda tug'ilgan. U bolaligidan adabiyot va san'atga qiziqqan. Toshkentda tahsil olib, adabiy faoliyatini yoshligidan boshlagan. Komil Yashin o'zbek dramaturgiyasining shakllanishida muhim rol o'ynagan. U teatr sahnalari uchun ko'plab asarlar yozgan va tarjima qilgan. Uning asarlari ijtimoiy adolat, mehnat, inson qadr-qimmati kabi mavzularga bag'ishlangan. Alisher Navoiy o'zbek adabiyotining buyuk siymosi haqida yozilgan asar. Muqanna tarixiy drama, Farg'ona hikoyasi, Farg'ona vodiysidagi hayot va insonlar haqida hikoya qiluvchi sahna asari. Uning asarlari o'zbek teatri repertuarida uzoq yillar davomida sahnalashtirib kelgan. Komil Yashin rus va jahon adabiyotining ko'plab yirik asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. U g'arb va rus klassikalarini o'zbek o'quvchilariga tanishtirishda katta rol o'ynagan. O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoniga sazovor bo'lgan. Adabiyot va san'at sohasidagi xizmatlari uchun turli mukofotlar bilan taqdirlangan. Komil Yashin o'zbek dramaturgiyasining shakllanishi va rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Uning tarixiy va zamonaviy mavzulardagi asarlari bugungi kunda ham sahnalashtirib kelinmoqda. Uning ijodi nafaqat teatr san'ati, balki o'zbek adabiyotining umumiy rivojiga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Uning qoldirgan boy merosi bugungi adabiyotshunoslar va san'atshunoslar tomonidan o'rganilmoqda. Komil Yashin 1976-yilda vafot etgan, ammo uning asarlari hali ham teatr sahnalarida va kitob javonlarida o'z o'rnini saqlab qolgan.